Teringiz quruqlashib, sezuvchan, qizarib qolyaptimi? Balkim siz mikrobiom haqida eshitmagandirsiz. Mikrobiom bu aslida bizning yuzimiz yashirin qalqonidir. Teringizda millionlab foydali bakteriya mikroorganizmlar yashaydi. Ularning asosiy funksiyasi bu yuzimizdagi quruqlikni, toshmalar toshishini, qizarishni oldini olish. Lekin stress, ekologiya va noto'g'ri parvarish yuzimizni mikrobiomini buzib qo'yadi. Bu muammoning osongina yechimi bor. Oriflame'ning yangi New Optimus lineykasi bilan. Birinchisi bu yuvish vositalari. Bu молочко va gel. Молочко bizga delikatным образом makiyajlarimizni artishga, tozalashga yordam beradi. A gel esa undan keyingi etap hisoblanib, yuzimizni chuqur tozalab va poralarimizda hech qanaqa makiyaj qoldiqlarini qoldirmaydi. Ikkinchisi bu ko'z uchun kremlar. Ko'z uchun krem bizga mimik ajinlarini, ko'zdagi qorayishini va ko'zdagi qurishini oldini olib beradi. Keyingi etap yaxshi namlantiruvchi krem. Bu lineykada ikki xil krem berilgan. Bu bittasi quruq yuzlar uchun, bittasi yog'li yuzlar uchun. Bu narsani tip ko'jaga qarab aniqlab olamiz. Quruq yuzlar uchun bo'lib plotli krem berilgan, chunki chuqur namlantirish kerakligi bo'lgani uchun, yog'li yuzlar uchun, yog'li yuz battar yog'lanmasligi uchun lyoqi gel formadagi kremlar tavsiya qilingan. Va eng oxirgi va eng asosiysi hisoblangan SPF 50 protektori ishlatiladi. Bu bizni fotoqarashdan yuzimiz tez ajin tushishini oldini oladi. Bu lineyka 20-25 yoshli qizlar uchun, yosh qizlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bularning asosiy komponentlari probiotiklar va niasinamid hisoblanadi. Bu ikkita komponent yuzimizning mikroorganizmlardan himoya qilib, baryerni, vasnalleniyasiga ishlaydigan komponentlar hisoblanadi.